Meni do'stlarim dedi-ku, nima? Hozirgina do'stlarim emas deyotganding-ku. Aha kiseng mana. Opa. Azlar, timsohlar juda xavfli. Lekin oldin mana shu qush turibdi. Sharif aka, nimaga bu shunday? Mana bu timsohlar ovqatlanadi. Ovqatlanganda tishini orasida go'shtlar qolib ketadi. Qolgan go'shtlarni quyoshga chiqib og'zini ochib turadi, keyin shu bunaqa g'o'za ana shu qush kir ichidagi tishini ichidagi go'shtlarni terib yeydi. Ya'ni Allohning fazli bilan. Ya'ni aytmoqchisizki, u shaxsiy stomatologi. Shaxsiy stomatolog. Gap yo'q, timsohlarning shaxsiy stomatologi bo'lar. Qushni yemaydi timsoh. Gap yo'q. Qolgan hamma narsaga mana qarang. Uxti. Ko'rgan bo'lsa biladi. Qafaslar ochiladi. Kirib boradi. O'zimni kinodagidek